Assalomu alaykum hurmatli YouTuberlar, salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan juda ham qiziq video qilamiz. An'anaga sodiq qolgan holatda Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi bizga eng ko'p tavsiya qilingan joylarni sizlar bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Video boshlanishidan oldin like bosib, bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bu narsa bizga katta motivatsiya bo'ladi. Obuna bo'lasizmi? Qani bo'lsam boshladik. Biz hozir Ko'kchi masjidining ro'parasida joylashgan mahallada turibmiz. Bu yerda bizga eng ko'p tavsiya qilingan joylardan bittasi Mastava taylining xonadon bor ekan. Hozir sizlar bilan ichkariga kirib, narxi qanaqa, mazasi qanaqa ko'rib chiqamiz. Qanolg'a? Mana bu ko'chdan kirib kelish qismi zalligi bor ekan. Stol-stulni taxlab qo'yishgan, bitta qanaqadir xona bor ekan, nimaligini bilmadim. Bu yerda assalomu alaykum, xormang. Bu yerda mana kirib kelganingizda Mastava suziladigan joy, qo'l yuvadigan joy, xullas shashli, somsa pishiradigan joy bor ekan. Mana bu yerda bu joy xonadondan ochilgan ekanda. Shuning uchun hamma narsa kompaktni, kichkinagina, hammasi zo'r joylashtirilgan. Menga ham e'tiborim mana bu narsa tortdi. Bu butun qo'y pishiradigan. Wow, vertili. Bunaqa narsa ham pishirib berasizlarmi? Sotuvga bormi? Zakaz qilib berasizlar. Mabodo agar zakaz beradigan bo'lsanglar, zakazga tayyor butun o'sha 10 kilo, 15 kilolar atrofida qo'yib aylantirib cho'tki qilib pishirib berishadi. Ha, o'sha olamiz aka. Usti men bilgan anaqa o'sha qo'y aylantirib pishiradigan narsam ustida qopqog'i bo'lmasdi. Bunga qopqog'i menimcha o'ziga yashatirishgan bo'lsa kerak, samodelka qilib. Xo'p, biz bo'lsa sekin joyimizdan topib joylashaveramiz. Keyin ovqatlarimizdan aytamiz nima borligini so'rab. Hormang, siz nima yaxshi shoslan, charchamasdan qarang. Bu yerda nima ovqatlar bor? Mastava, shashli, somsa. Shashli qanaqalari bor? Jaz, faqat jaz. Bo'lmasa qarang, bitta porsiya mastava berasiz, ikkita dona somsa bering. Shundan salatga bitta svejiy salatni suzmani berasiz, ikkiga ichki hech kerak emas. Mastavani yonida qattig'i bo'ladi, billar. Bo'lishidan berasiz. Rahmat. Bizni buyurtmalarni berib yubordik, xudo xolasa. Bu yerda mastavasini rosa maqtashgan edi. Qani ichib ko'raylik, haqiqatdan maqtashganicha bo'lm ekan. O, achuchu. Ha, suzmandorni achuchu berdingiz-a, yashang. Rayxonli garmdorlar bilan yo'raveribsizlar. Ko'rinishi qarang, mana shu boshqacha ko'rinar ekan, ishtaha ochadigan bo'lib. Hop, stakanda qatiq. Qarang, bu qatiq alohida beringizmi, mastava bilan birga beriladi. Alohida beringiz, bo'ldi, necha bering. Non ham berasiz, bo'ldi. Mana non idish. Rahmat. O, nonimiz ham o'zimizning jaydar non ekan, qarang. Yumshoq qana. Bismillahirrohmanirrohim. Mastavaga botirib ishli non ekan o'zi ham. Hozir ovqatimiz kelsa, uni jonini kirgizamiz. Ey, yashang, rahmat. Somsa, go'shtli. Rahmat kattagan, baraka toping. Bizdan somsamizga yetib keldi. Qo'y go'shtli. Bismillahirrohmanirrohim. Issiq ekan. Somsa uzilganiga taxminan bir 10 minut, 15 minut bo'lgan bo'lsa kerak. Issiqqina, qaynoqina, lekin kuydirmaydigan issiq ekan. Somsaning mazasi menga yoqdi. Ikkita yesangiz to'yib qoladigan somsa ekan, ikkiga bitta chishlasangiz, ketiga sirasi ikkinchi marta chishlash majbur qiladigan somsa ekan. Shu ovoziga bormanda. Ey, yashang. Bizani mastava. Rahmat, baraka toping. Garmdorni ham qistirib kerak ekansizlar. Ha, rahmat. O, 2 xil garmdori murchlar bilan. Hop, endi buni jonini kirgizamiz. Qo'shig'imiz bor. Buni bitta aralashtirib olsak. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, bu jisman suylan qarasangiz, to'laligini. Voy, gap yo'q lekin shunaqa zo'r ifor kelyapti. Shunaqa qaynab etilgan, ana, tog'ida pishgan mastavani hidi kelyapti. Go'shtlari lekin ko'pgina ekan, qo'riq-qo'riga go'shtlar solingan, qo'y go'shti. Bismillahirrohmanirrohim. Mazasini boplashibdi. Bunga qatiq so'rsa, o jonon bo'ladi, jonon. Muhit sal kichkinaroq odamlar bor ekanda, shuning uchun ochiqlikdan sal balandroq gapirishga odam salovat bosyapti deydimi. Xullas shunga o'xshagan narsa bor, lekin maksimal darajada harakat qilaman. Balandroq, shoshmasdan, cho'chimasdan gapirishga. Mana qatiq bilan qo'shdik, qani bo'larkan. Qatiq bilan yoraverishim bo'ladi. Go'shtlar ham yumshoq bo'lib chiqdi. Uncha mastavaga dam berib qo'ydi. Mastavani guruchini alohida pishirib olishgan shekilli. Mastavani guruchi qattiqqina bo'lib turibdi. Unaqa qattiq emas, normal holatda. Lekin mastava anchagina qaynab yetilgan, don alohida, suv alohida bo'lib qoladigan variant bo'lib qoladi-yu, unaqa narsa yo'q. Xo'p, mastavalarni mazza qilib terlab pishib, ichib o'zi ham sovuq kunda zo'r ketadigan mastava ekan.
mastava narxiga keladigan bo'lsak, narxi 45 ming so'maganda. Men to'g'risi aytganda bu mastavani 50 ming, 60 minglik porsiyasi bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Ichi to'liq go'shtlikdan. Mana ko'rishingiz mumkin. Somsani narxi 12 ming so'mdan umumiy summamiz 110 ming so'm pul bo'ldi. Men bu yoqqa naqd 8,5 ball berishga qaror qildim. Bu joy shunday Ko'kshi masjid ro'parasida mahallaning ichida joylashgan. Mabodo aniq lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Bu joy va boshqa joylarning ham hammasining lokatsiyasi xudo xolasa Telegram kanalimizda bor. Bizda keyingi manzil Malika bozorining qatorida joylashgan Mezili Turk Danari. Bu joyi ko'pchilik bizga qanaqadir aksiya bor toki o'sha aksiya bo'tganini ham ko'rsin deb tavsiya qilishgan. Ketib ko'raylik qanaqa aksiya bo'tgan ekan. Aka, xormanglar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamaysiz, sog' salomat. Aka, sizlarda qanaqadir aksiya bo'tgan ekan. Qanaqa aksiya bo'pti? Bizlarda birga aksiyamiz bo'lyapti aka. Bitta zakat qilsangiz, birga nima narsa? zakat qo'shib olasiz. Birga deganlar ham tepasida 1+1 turganlarga birga aksiya bo'pti. Tushunarli. Aka, qarang, bo'lmasa merzimik sho'rva, hop, tombik, lavash, mezili kofte, ekmek arasi kofte, danar kichkinalarda birga aksiya bo'tgan ekan. Orqasida hech narsa yo'q. Bo'lmasa bizga обязательно merzimik sho'rva berasiz. Bitta, ikki qo'shimchasi operator uchun plus bonus bo'ladi, to'g'rimi? Bonus bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa tombik danar yoki lavash yesa berasiz bitta. Yo'qnisi yo'q bunisi. O'shanda ikkinchisi bilan operatorga bo'ladi. Bu choy poshchasi kerak emas. Bu bitta agar adashmasam o'z-o'ziga xizmat ko'rsatadi, shunaqami? O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish bizlarda. Necha minutda tayyor bo'ladi bergan narsamiz? Uzog'i 5-6 minutda tayyor bo'ladi zakaz berilgandan so'ng. Bo'lmasa biz chiqib o'tirib turamiz. Tayyor bo'lishini sразу aytsangiz, kelib olib ketaman. Sog' bo'ling. Rahmat aka, ish baraka toping. Xo'p, bizda buyurtmalarimizni ham berib yubordik. Ko'rgan bo'lsangiz, o'sha sanab o'tirgan narsalarda 1+1 aksiyasi bo'lgan ekan. Ya'ni bitta olsangiz, ikkinchisi shunga qo'shib berilar ekan. Biz o'sha bitta merzimik sho'rva yoki dalavash yoki tombik danar aytdim. Endi qaysi biri tez, qaysi biri mazali bo'lsa, tavsiya qilganlarni tayyorlayveradilar. Biz ungacha mana shu kutib tayyor bo'lishini kutib joylashib turamiz. O'tirishga joylar ichkarida ham bor ekan. Biz toza havo, ochiq havoga, tashqariga chiqib oldik. Xo'p, bizani aytgan buyurtmalarimiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham ajoyib ko'rinishda. 2 kishilik bo'lganligi uchun pansni ham ikkita qilib berishibdi. Xo'p, buni endi ikkiga bo'laveramiz. Xo'p, bittasi operatorimizga, mana bittasi operatorimizga, mana non bor ekan, limoni bor ekan, merzimikki, qattig'i bor ekan, ikkiga ham bitta ketchup ham bor ekan, tombikimiz ana. Xo'p, qoshiq, xullas asar deb hamma narsani 2 kishiga mo'ljallab cho'tka qilib berishdi. Endi sekin mana shu merzimik sho'rvadan boshlaymiz. Birinchi bo'lib nondan sovuramiz. Ana, endi merzimik sho'rvaning asosiy kalitidan bittasi limonda, limon. Limonsiz merzimik tasavvur qilish juda ham qiyin. Bilmadim, men tasavvur qila olmayman. Merzimik sho'rva ichganingizda ozgincha limonning nordonligi kelib tursa, juda ham yoqimli hissiyot bo'ladi. Hop, porsiyasi unaqa kam emas, ko'p emas, normal holatda. Adnarazi posudada berishdi bunisini ham. Bismillahirrohmanirrohim. Issiqqina. Hozir o'zi 2 marta tinib kuydi. Sho'rva yaxshi, juda ham tobida, issiqligiga gap bo'lishi mumkin emas. Ertaga misol havolar sovigan taqdirda ham bu qaynoqlik esa zo'r keladi, yoqadi. Ikkiga quyuq suvli ham me'yorida, juda quyuq ham bo'lib ketmagan. Ikkiga shildir sho'rva emas. Xo'p, bizani bu yerda tombigimiz kutib turibdi. Tombik ustiga ham operator anaqasini qo'yib yuborsak, hop, ichini ochib qo'yaylik. Tovuq go'shtidan tayyorlangan, ichiga sho'rva bodirni ham solib berishgan. To'ligini anchagina bagir hisob berishgan. Menimcha bu hammaga, kelgan hammaga shunaqa holatda solib beriladi. Xo'p, buni endi sekin mazasini ko'rishdan oldin ichiga ham narsani sovuraylik. Bu pomidorli sous, svejiy pomidordan tayyorlangan. Ketiga ham bunaqa qattig'idan ham sovuramiz. Bu qattig'i nordon bo'lmagan qattiq xudo xolasa. Bunaqa qilamizda, tirs. Suv borsa, hamma joyga yetib boradi. Noni ham boshqacha non, bulichkaga o'xshaydigan non ekan. Men ustiga qo'shib yuborgan qattig'im bilan sousimni qo'shib yesangiz, ana juda ham suvlikkina, ikkiga noodatiy mazza bo'lar ekan. Agar noodatiy nimadir narsa yegim kelyapti deydigan bo'lsangiz, mana shu joyga kelib bitta mana shu narsani yeb ko'rishingizni maslahat beraman. Именно mana shu narsalarni qo'shib, aynan mana shu narsalarni qo'shib yeb ko'rishingizni maslahat beraman. Menga shu tombik rosa ham yoqdi. Voy, ayolda samolyot uchib ketyapti. Samolyot. Aka, men sizga boshqa bermoqdim. Juda ham mazasi bor ekan, menga rosa ham yoqdi. Bu narsani
Tuv go'shtidan tayyorlanganligi ham bir o'zgacha hissiyot beryapti, o'zgacha mazza beryapti. Agar balkim mol go'shtidan tayyorlaganda bunaqa mayin bo'lmasdi. Yana bilmadim. Mezeli turk danarini ovqatlarini yeb chiqdi, ovqatlar mazasi yaxshi, ichlari sochnikkina, noodatiy mazza qidirib yurganlar uchun ayni muddao bo'lar ekan. Endi men buni sizlarga pulini aytmoqchiman. Umumiy summamiz bitta tombik danar, bitta merjimik sho'rvamiz 65 ming so'm pul bo'ldi. Bitta o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish bo'lganligi uchun xizmat ko'rsatishga pul olingani yo'q. Mazasi yaxshi, narxlari arzon, joylashuvi zo'r, parkovkalari bor. Hamma sharoitlar yaxshi. Bu joyga bemalol qo'rqmasdan 9 ball bersam bo'ladi, 9 ball beraman bu joyga. Agar mabodo siz ham mashina atrofida turadigan bo'lsangiz, o'qiydigan bo'lsangiz yoki yo'l ichib o'tib qoladigan bo'lsangiz, bu joyga bir marta kelib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ish vaqti keladigan bo'lsa, shu kechasi 11:30-12 dan kechasi 1-1:30 gacha ishlaymiz deyishdi. Shu vaqt oralig'ida kelsangiz, ayni muddao bo'ladi. Mayli, biz bo'lmasa gap qilsa qilamiz, keyingi mazmun to'g'ri yo'l olamiz. Qarorga. Bizga keyingi tavsiya qilingan joy Bashkent oilaviy restorani. Bashkent so'zi nabodosiga turkchadan poytaxt degan ma'noni beradi. Ketdik ichkariga kirib ko'ramiz. Xo'p, ko'chdan kirib kelganingizda kattagina zal ekan. Zalda stol-stullar alohida taxlab qo'yilgan. Joy juda ham shinam, yorug'. Kelgan ashulalar aytib turibman. Bu yerda o'ynaydigan transport ham bo'lgan. Ayollar ham gap qilib o'tirishga juda ham zo'r qulay joy bo'lsa kerak menimcha. Biz ham sekin joyimizdan topib joylashamiz. Teparoq chiqib qolaylik. Xo'p, qani mana shunday sekin joylashamiz. Joy juda ham shinam. Oyog'im urib oldimi? Hali banketlar, tug'ilgan kun, xullas tadbirlar o'tkazishga juda ham zo'r. Aka bering salolik menyu. Xo'p, hozir sizlar bilan ovqatlanamiz. Aka yaxshimisizlar? Charchamang, sog' salomat. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Voy, bu menyuda assortiment katta. Qarang, boyaga tok meni ko'zimga zo'r ko'rindi. Bitta porsiya tok berasiz. Xo'p, bitta porsiya kelguncha uni keting ulab olishga anaqa bering, manta bering, ikkita dona. Manta ham yaxshimi? Yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, yes, yonida qatiqlar bilan bersangiz, xo'p, buyurtmalarni qo'yib oldik. Ochiqlik aytgan menyuda assortiment rosa ham katta ekan. O'sha aytgandek baliq ham bor ekan, shashlik ham bor ekan, pitsa, xullas lag'monlargacha bor ekan. Mabodo bir kelib ko'rsanglar, assortiment juda ham katta. Joyi ko'rdinglar, joy ana ashulalar qo'yib qo'yishgan, rosa tug'ilgan kun, anaqa yaxshi kunlarni o'tkazish uchun juda ham zo'r variant ekan. Hop, bizga buyurtmalarni olib kelib berishdi. Mana ketidan ovqatlarimiz ham yetib keldi. Yashang. Bu manta o'zi kerak. Qarang shuni sezganim. Juda podachini odatiy. Bu narsa bizani do'lmamiz hamda qo'yavering. Yashang aka, rahmat. Hop, porsiyasida 6 ta dona tok bo'lar ekan, 2 ta dona karomliksi bo'lar ekan. Umumiy 8 ta dona bo'li tok bo'lar ekan, shu galsi bo'lar ekan. Qani mana shu toklikdan bitta boshlab ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qattiqlan suvi ham achchiqlar, zeliylar solasiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hop, tokning mazasi yaxshi, ichidagi go'shtlar ham to'lagina solingan. Keyin issiqini kelar. Tuzlari, qiymani ko'p kamligi, keyin guruch bilan qiymani me'yori ham juda ham normada qilingan. Keyin alohida aytib o'tib ketishim kerak bo'lgan narsa, ayni tok ovqatida tok qalin emas. Odatda yangi tok, eski tokmi qanaqasi qalin bo'lib qoladi-yu. Bu oq narsa qattiq ekan. Mana shuni o'rniga sal kamroq idishda qaymoq berishsa ham vasha zo'r bo'lar. Hop, karomligichi. Ana to'sh savorasi nima bo'lar ekan? Biz uyda shunaqa to'shli karom qilamiz-da. Shunaqa zo'r ketadi. Ya'ni ko'cha joyda to'shli ovqat juda ham kam qilinadi, chunki ko'pchilik yaxshi ko'rmaydi. Buni mazasi yaxshi. Ikkiga ma'lumot o'rnida aytaman, taxminan 2 yil oldin karomli narsa umuman yemasdim. Karomli, tovuq mashina narsa umuman yemasdim. Mangoqda. Xo'p, endi navbat keyingi galga deydi-yu. Mana mantani ham ko'rib qo'yilish. Xo'p, manta padajaz menga yoqdi. Bismillahirrohmanirrohim. Teg ochilib ketib qoldi. Buning uchun juda ham ko'payib ketib qoldi. Lekin mazasi yaxshi. Xamirining holati yaxshi, ichidagi nashinkalari ham to'lagina solingan, undan tashqari piyozi ko'p, go'sht kam bo'lib qolmagan. Ikkalasi normada solingan. Faqat sal ko'payib ketgan narsa men uchun murch bo'ldi. Bashkent oilaviy restoran ovqatlarini yeb ichdik. Menga do'lma rosa ham yoqdi. Bu yoqqa keladigan bo'lsangiz, do'lmani bitta proba qilib ko'rishlarini maslahat beraman. Xo'p, bular narxi keladigan bo'lsa, mantimizdan donasi 10 ming so'mdan, shu do'lmamizning porsiyasi 46 ming so'm, umumiy summamiz 129 ming so'm pul bo'ldi. Men bu yoqqa bemalol qo'rqmasdan 9 ball bera olaman, chunki hamma narsa zo'r, parkovkalari bor, podachalarini juda ham chiroyli qilib qo'yishgan, kelgan mehmonlarning ko'nglini olish uchun hamma sharoitni qilib qo'yishgan. Ovqatlarning mazasi ham menga rosa ham yoqdi. Mayli, biza bo'lmasa gap qilsa qilamiz, keyingi mazmun tomon yo'l olamiz. Qanaqa? Bizni keyingi manzil Kamolon milliy taomlarga keldik. Bu joy ko'pchilik Shifoijahon degan ovqat bilan yaxshi taniydi. Bir 5 yilcha oldin juda ham mashhur bo'lgan.
ketib kirib ko'ramiz yana nima ovqatlari bor ekan, shart sharoitlar qanaqa. Xo'p, bu ko'chadan kirib kelish qismi shuna chap tarafda qozonlar joylashgan. Men oldin kelganman dedim. Bu yaxshi bilaman. Ovqatdan har xillar taxlab qo'ygan. Xormanglar solin. Nima ovqatlar bular? Sho'rvalarmi? Ha. Ha, bo'l. Bu yerda sho'rvalar birinchi ovqatda taxlangan. Undan tashqari mana bu yoqda har xil ovqatlar qozon-qozonlar turibdi. Assalomu alaykum, xormanglar. Menimcha mana shu qalin bo'lsa kerak. Noxochori, bu qozonli ovqat. Endi boshlanyapti. Nima ovqat? Osh. Osh. Kech paytga osh aytgancha ma'lumot o'rnida yetib ketdim. Bu joy 24 soat ishlaydi Navoda. Любой payt kelsanglar ovqatlar bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari mosh kishi ham bor ekan. Biz bo'lmasa sekin joyimizdan topib joylashib olamiz. Xo'p, qozonlardan chiqqan ham tashqarida ham joy bor ekan, lekin biz ichkarida o'tiramiz. Ichkarida kattagina zal, odamlar hammasiga mazza qilib ovqatlanib o'tirishdi. Sekin shu bir chekkaroqdan hech kim yo'q, panaroq joy chopib, joylashib o'tira olamiz. Xo'p, mana shu joy bir chekkaroq ekan. Ham qulayroq. Qani bismillahirrohmanirrohim. Endi bizga bitta menyu berishsa bo'ldi. Xo'p, dasturxonda menyu turgan ekan, to'g'ri aytgan ko'rmay qolgan ekanman. Xo'p, assortiment rosa katta, ovqatdan turib xil rosa ham ko'p. Bu yerda ovqat tanlash uchun ham qaysi bir ma'noda alohida vaqt ajratish kerak. Lekin men bu yerda nima yeyishimni juda ham yaxshi bilaman. Qanaqa shifoiy jahon yeyman. Assalomu alaykum, xormanglar. Nima edi bu? O, salatdan assortimenti. Mayonezli salatda kerak emas. Mana shu salatdan bera qoling, rukulali. Yashang. Xo'p, qarang, bizga bitta porsiya shifoiy jahon berasiz. Bitta porsiya laganda bo'ladimi, taqsimchidami? Laganda bo'ladi. Bitta porsiyasi hammi? U necha kishi mo'ljallangan bo'ladi? Bir kishiga mo'ljallangan bo'ladi. Bitta porsiya bir kishiga mo'ljallangan bo'ladi, lekin laganda bo'ladi. Kattaroq laganda bo'ladi. Taqsimchada. Bo'ldi, shundan bitta berasiz. Ortiq narsa kerak emas. Bitta porsiya deyilganda nima bo'lsa shunaqa berasiz. Undan tashqari yana ketiga nimadir narsa. To'g'risini aytganda meni ko'zimga mosh kishirib, boshqacha ko'rindi-da. Bitta porsiya mosh kishi ham bera qoling, bitta mazasini ko'raylik. O, yashang. Rahmat kattakon, baraka toping. Bizani shifoiy jahon ovqatimiz ham yetib keldi. Ovqat ko'rasizlar, juda ham bagir, go'shtlikkina, rosa ham qaynab, hil-hili bo'lib ketgan deydimi? Bu yerda mana hasbi bor ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bitta rulet ichuvmi nimadir narsa deydi. Go'shtlari bor, mana bitta til bor. Xullas, assortiment rosa ham zo'r. Menimcha o'g'il bolalarni, erkaklarni juda ham yaxshi ko'rgan ovqati. Yoniga qotgan nonni ham qo'shib berishadi. Qotgan non bilan ham zo'r ketadi. Qarang, sekin bismillah mazasini ko'ramiz. Mana bunaqa paylikkina joylardan, bismillahirrohmanirrohim. Ovqat ichi, mazasini ichi, ta'riflash hojat yo'q-da. O'sha ishlatilgan masalliqlar ovqatni mazasi qanaqa chiqqanidan darak beradi. Juda ham zo'r. Agar videoni yarim kechasi yoki och qolin ko'rayotgan bo'lsangiz, bu meni aybim emas. Uzr mabodo. Mana bunaqa xaslardan olib, Bay deydi-yu, xuddi shunaqa joy. Xullas, ovqat mazasi juda ham tobida. No'xatlari me'yorda pishgan, tiri ham bo'lib qolmagan. Bo'shashib, yumshab ham ketmagan. O, yashang, bizni mosh kirish keldi. Ustiga nega zelin sepib keladi? O'zi har doim shunaqa zelin sepib berasizlar? Ochiqni aytganda, men mosh kichirini ustida zelinni birinchi marta ko'rishim. Odatda kuygan piyoz bo'lardi. Yo'q, bizda patata shunaqa, svejiylar bilan qilishni beramiz. Bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Halim. Qoqini mazasi sal ko'payib ketganga o'xshadi meni nazarimda. Lekin mosh kishi juda ham tobida yetilib pishgan. Qanchalar bor yeysiz? Kamolon milliy taomlarining ovqatlari deb mazasidan bahramand bo'lib tushdik. Ovqatdan mazasi menga rosa ham yoqdi. Mosh kishirdan ko'ra menga mosh kishir mazasi yaxshi, mosh kishirdan ko'ra menga shifoiy jahonning mazasi ko'proq yoqdi. Xo'p, bular narxiga keladigan bo'lsak, bitta porsiya mosh kishirimiz 60 ming so'm, bitta porsiya shifoiy jahonim 80 ming so'm. Umumiy summasi 199.100 so'm bo'ldi. Ammo bu yoqqa 9,5 ball berishga qaror qildim. Bu joy ko'pchilik mehrini qozongan, ko'pchilik ishonchini qozonishga ulgurgan joy. Mayli, biz bo'lmasa gap qilsa qilamiz, keyingi mas'ul tomon yo'l olamiz. Alg'a Toshkent City Mall ham Shayxontohur tumani ichiga kiradi. Masalaga hozir Toshkent City Mall ichida joylashgan eng zo'r va eng ko'p tavsiya qilingan Cucina italyancha oshxonasini ko'rib chiqmoqchiman. Ichkarida juda ham o'zgacha muhit, juda ham yoqimli atmosfera bor. Ketdik birgalikda ko'rib chiqamiz. Alg'a bu mana ko'chadan kirib kelish qismi. Odatda bu yerda ikkita hostes qiz o'tirishadi. Hozir videoni ko'rib ketib qolish shekilli. Kirib kelishi o'zi qanaqadir o'zgacha yoqimli va noodatiy muhit shakllantirilgan haqiqiy italyancha muhit deydimi? Bilmadim. Xullas, mana kirib kelganingizda anaqa limonni qarang, issiq suyning, lekin juda ham chiroyli.
kirib kelganingiz bitta mana non yopadigan joy ekan, bitta холодильник. Aka, hormanglar, yaxshi ostam, charchamay, juda ham anaqa kollektiv bor ekan yana bitta. Shunday kirib kelganingizdan bitta zal. Odamlar imkon qadar olmaslikka harakat qilamiz, lekin majburmiz, tushib qolishligi mumkin ehtimoli bor. Zalda ashlobalar olgan, bitta terrasda ochiq havoda ham joyligi bor ekan. Bizda katta ehtimol bilan shu ochiq havoga chiqib o'tirsa kerak. Birinchidan juda ham yoqimli atmosfera bo'ladi, ikkinchidan muzika bo'lmasa kerak. Mana bu zalning ko'rinishi juda ham yoqimli, noodatiy. Odamni charchoqlarini chiqarib oladigan zal qilib qo'yilgan. Undan tashqari mana bu yerda shirinliklarni assortiment cho'tki tahlil qo'yilgan. Ko'rganni o'zida odam mazza qilib oladi. Yeb ko'rsangiz hali nima bo'lar ekan. Mana bu eshikdan bo'ladigan bo'lsa, tashqari hovli qismiga chiqsa bo'ladigan bo'lsa, sekin hovliga chiqib turib qolamiz. Mana shunaqa joylarga kirib video olish men uchun oson. Nimaga bilasizlarmi? Kamroq odam e'tibor qaratadi. Bilmayman. Nimaga unaqa rostdan qizig'im yo'qmi ularga bilmayman. Chiqish atmosferasini qarang. Chiqqaningiz o'zida boshqacha havo kutyapti. O'z ko'chaning bir xil havosi. Biz sekin mana shu 2 kishilik joygami, 3 kishilik joyga o'tiramiz. Добрый вечер. Aka, assalomu alaykum. Charchasiz, sog'-salomat. O'zbekcha tushunasiz-ku, to'g'rimi? Tushunaman. Bo'ldi. Men siz ruscha gapirmayman, o'zbekcha gapiraman, chunki bizani tomosha qilayotgan odamlar o'zbeklar ham bor, o'zbeklar ham bor. Aka, qarang, biz bu yoqqa birinchi marta kelishimiz, bizga noodatiy bo'lgan italyancha haqiqiy odam ko'rgan o'zida yegiz kelib qoladigan narsa kerak. Nima narsa tavsiya qilasiz? Я могу вам предлагать осабуку, наш блюдо. Он готовится на соус демиглас с костовым мозгом. На гарнир подается ризотто в сливочном соусе. Еще карри соус добавляется туда. Вот это вот рекомендовал. Bo'ldi, taxminan ko'z oldimga keldi nimaga haqida gap ketayotganda. Menga yana savol qizyapti. Mana qarang. Qarindosh urug'laringiz keldi, misol uchun, osh-tog'ani yaxshilaysizda, eng zo'r narsa olib kelgan dishsa, misol uchun, mana shu go'sht olib borasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Mana birinchi bo'lgan shuni aytgan bo'lardim. Bo'l, o'shandan bitta berasiz. Keyin endi bo'l, bitta italyancha pasta ham bering. Pasta ham ana yegan o'zida odam mazasini qochirib yo'q, yaxshi tomonda mazasini qochirib qo'yadigan, jinni qilib qo'yadigandan bitta bo'lsa, bitta pasta berasiz. Qanaqasidan bo'lsa ham, keyin salat, non, choy, poy kerak emas, desert bering. Takoy, qarang, yong'og'i bo'lmasa, ichida yong'oq bo'lmasa, keyin kokosi bo'lmasa bo'ldi. Kokos bo'ladi-yu. Shunaqa narsasi bo'lmagan любой bitta desert bering, bo'ldi. Bu yoqqa короче, anaqa balaban bo'lib ketdi. Marhamat. O'sha men aytgan asabuka. Yashang, rahmat aka, baraka toping. Men guruch deganingizda, mana buning rangi oq bo'lsa kerak deb o'yladim. Boshqacha guruch ekan shekilli. Mayli, sekin mazasini ko'ramiz. Go'sht holatini, shaklini, katta kichikligini ko'rasiz. Ochiqni aytganda, go'sht ustidagi souslari juda ham mazaliga o'xshayapti. Bitta iliklari ham bor ekan, xudo xolasa iliklari ham pishgan, ham chiqishini qarasangizchi. Sekin go'shtdan ham shunaqa yumshoqqina kesilyapti, faqat sul qimlar ekan. Go'shtdan shunaqa yoqimli, zo'r pripravlar hidi kelyapti, ana. Короче, bismillahirrohmanirrohim. Go'shtchi borib pishirish yorishdi. Go'sht juda ham me'yorida pishgan, go'sht yumshoqqina. Chaynaganingizda 10 sonigina chaynalib ketib qolibdi. Keyin masalan katta bo'lib olib yeyotganingizda go'sht ichki qismi quruq emas. Go'sht ichida ham qaysi ma'noda suyuli yoki sochnilik bor endi. Boya video o'tirsam ko'chada to'g'ri o'tib ketdilar. Endi Instagram nazar qilaman, YouTube'da bo'lmayman, men YouTube bo'lsa kerak. O'zbekcha gapirgan masalan har doim kommentariyangga yozib ketaman. Men bu so'z o'zbekchasi ham bunaqa bo'ladi deb, sen e'tibor bermaysan deb. Shunday to'xtagan paytlar aytib o'tib ketdilar. Sochning suvlikkina holati go'sht saqlanib qolganda, rosa ham noodatiy o'zgacha maza. Men bu narsani ochiqni aytganda guruch dedilar, lekin men buni oq bo'lsa kerak deb tasavvur qilaman. Qani ko'ringlar-chi. Juda ham zo'r, antiqa emas ekan. Menga yoqdi. Bular bilishadi, nima bilan meni ishchi. Oshpazchi hamma narsani mahorat bilan ishlatganligi bilinib turibdi. Masalalarni, pripravlarni, ziravorlarni, xullas pripravlarni, ziravor bitta narsa. U to'g'rilab yubordim просто o'zbekchasiga. Ziravorlarni xullas hamma narsani, hattoki olovni baland-past, qaysi paytda baland, qaysi paytda past qilish ham juda ham hamma narsa yorib olishim bo'lgan. Marhamat. Tagliatelle с трюфелем. Hali tayyor emas bu. Ha, bu tayyorlash kerakmi? Mana hayron bo'ldim. Zo'r narsa olib keling, faqat Sir parmezan. ha, qirg'ishdan chiqarilgan, ha. Da. Mana shu mazasi zo'r bo'ladi, xo'sh. Ha, cho'chimay to'kori oxirigacha, aka. Ha, suyug'i tegida bo'lar ekanda. Ha, yashayman, men aytdim. Anaqa ichida hali. Mana qorasi trüfelli pasta. Endi aka, to'g'ri tushunasiz, biz uni har kunda vaqtida yurganimiz yo'q. Yashang.
hidi ham zo'r chiqargan lekin. Sizga yoqadi deb umiddaman. Umid qilaman aka. Mana bizani spagettimiz tayyor bo'ldi. Oxirigacha tayyor bo'ldi, xudo xohlasa. Endi sekin uni mazasini ko'ramiz bitta. Shunaqa kamroq olib qo'yiluvchi. Bismillahirrohmanirrohim. Spagetti mazasi yaxshi. Faqat xamiri meni nazarimda sal qattiqroq o'xshadi. Qattiq deganda qattiq emas. Menga shunaqaga o'xshab tuyuldi. Balkim o'zi kitobida shunaqa yozilgandir, qattiqroq bo'lib pishadi deb. Lekinchi juda ham antiqa va yoqimli maza bo'lar ekan. Ayniqsa siri ko'p tushib qolgan joyi zo'r bo'lar ekan. Men o'zi xamir ovqat yaxshi ko'raman. Masalan, manti, chuchora, lag'mon, yana boshqa xamirli ovqatlarni. Bu ularning orasida boshqacha o'rinda egallaydi, lekin borib. Aytmoqchi bo'lganim, bu ham xamirli, lekin ulchali emas degan ma'noda aytyapman. Lekin buning mazasi вообще jozibador, o'zbekchasiga kelganda. Yashing. Bu Yoqimli ishlar. ha, yonida anaqa morojniy bo'ladi. Yashing aka, baraka toping. Ko'rinishcha ochiq aytganda ko'rinish juda ham oddiyga o'xshagan, lekin mazasi rosa zo'r bo'lsa kerak deb umid qilyapman. Bundan boshqa ilojim yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Mana wow. Lekin zo'r bo'lindi. Men bunaqa yumshoq bo'linsa kerak deb o'ylamadim. Ochig'ini aytganda wow degan narsa emas ekan, lekin yaxshi narsa ekan. Men ustidagi sal qattiqroq narsa ekanda, bitta bo'lsangiz sinadigan narsa ekan. Ichidagi slishkim yumshoq keksani yaxshi pishmay qolgan variant bo'ladi. Shunaqa holat, yo lekin pishgan. Shunaqa holatda bo'lar ekan. Keksning mazasi sal achchiqroq bo'ladi-yu, kakaosini, shokoladini ko'proq bo'ladigan variant. Bunga morojniy qo'shib bersangiz zo'r balans bo'ladi. Odam birpasda morojniy sog'inibdi. Italyancha ovqatlarni maromi yetkazib pishiradigan joyi ham ovqatlarni mazza qilib yeb ichdi. Ovqatlar mazasi yaxshi, go'shtlari yumshoqqina, pripravalar, xullas hamma narsasi tobida. Kelgan xamirli ovqatga yaxshi gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bir marta kelsanglar shu yoqqa xamirli ovqatni yeb ko'rishni maslahat beraman. Xo'p, bular narxi keladigan bo'lsa, go'shtli ovqatimiz 198 ming so'm, o'sha xamirli spagettimiz 165 ming so'm. Umumiy summamiz 471 ming so'm bo'ldi. Men bu yoqqa 8 ball berishga qaror qildim. Shu bilan bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoni to'xtatmasdan oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga alohida rahmat. Keyingi safargi videolarimiz nima haqida bo'lishi va bu safargi videolarimiz haqidagi fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu narsa keyingi videoda chiqishiga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.